Assalomu alaykum hammaga. YouTube'da Ra'no opam qachon yangi video chiqararkanlar deb anchadan beri meni kutayotgan azizalarim, sog'-omonmisizlar? Xonadonlaringlar tinchmi? Sizlar meni sog'indinglarmi yo'qmi bilmayman, lekin men sizlarni juda ham sog'indim. Umrimiz juda ham tezlik bilan o'tib ketyapti. Mana shu o'tib ketayotgan umrimizda sizlarga qanaqadir bir foydam tegsin, bir yordamim tegsin degan niyatda juda ham ko'p harakat qilaman yangi videolar chiqarishga-yu, lekin oilaviy o'zimni yugur-yugurlarim bilan vaqt ajratib bo'lmayapti. Buning uchun sizlardan juda ham ko'p marta uzr so'rayman. Go'zallarim. Yaqinda shu YouTube kanalimdagi eski videolarimni tagida juda ham ko'p savollar paydo bo'ldi. Gidrofil yog'ini ishlatish xatomi? Gidrofil yog'i bizani O'zbekiston sharoitiga to'g'ri kelmaydimi? Gidrofil yog'i faqat Koreya ayollari uchun ishlab chiqarilganmi? Gidrofil yog'i yuzni yog'lantirib yana ko'proq ugrik toshiradimi degan savollarni juda ham ko'p o'qidim. Qo'limdan kelganicha imkonim qadar hammasiga javob yozishga harakat qildim. Ammo javob yoza olmayotganlarim, ulgura olmayotganlarim ham bor, qizlarjonlar. Buni tan olaman. Va shuning uchun sizlarga bilasizlar, bir 100 dan oshuv videolarim bor YouTube kengliklarida. Kimlardir ko'rgan, kimlardir ko'rmagan, yangi podpischikalarim balkim ko'rishmagandir u videolarimni. Shuning uchun Koreya kosmetikasi haqida, yuzimizga parvarish qilish haqida men sizlarga yana bir boshidan hammasini takrorlab eslatib o'tishga jazm qilaman, chunki savollar ko'payib ketdi-da. Hozir bilyapsizlar, Koreya kosmetikasi juda ham hozir lider bo'lib turibdi boshqa kosmetikalarga qaraganda, butun dunyo bo'yicha. Juda ham talab katta Koreya kosmetikasiga. Shundan kelib chiqqan holatda savollar ham ko'p bo'lyapti. Bilasizlar qizlar, eng uhud qilishni, yuzga parvarish qilishni eng birinchi talabi bu yuzinglarni to'g'ri tozalash bo'ladi. Ko'pchiliginglar aytishinglar mumkin, yuzimiz bilan biz hech narsa qilmasak, yerga dumalamasak masalan, uni shunaqa tozalab har kuni 2 mahaldan tozalash shartmikin deyishinglar mumkin. Men aytaman sizlarga qizlar, shart. To'g'ri, bizani O'zbekistonimizda o'zbek ayollarimiz juda ham oilaparvar, juda ham farzandlariga mehribon. Ko'pgina ayollarimiz qaynota, qaynonalari bilan turishadi. Aytmoqchi bo'lganim, vaqt topish o'zlariga juda ham qiyin bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lsa ham qizlarjonlar, harakat qilinglar. Iltimos sizlardan juda ham katta iltimosim, harakat qilinglar. Yuzinglarda chiroyli natija bo'lishini, o'zgarish bo'lishini o'quvdinglardan, keyin yuzinglar doim nur sochib turishini xohlasanglar, albatta yuz tozalashga kattakon e'tibor beringlar qizlar. Buni shunchaki tashab qo'ymanglar. Oddiy masalan penkalarda tozalab olsam ham bo'ladi yoki oddiy hozir mitselar suv hali ham ishlatayotgan mitselarkalarni hali ham ishlatayotgan qizlarimiz bor ekan oranglarda. Shunaqa narsalar bilan yuzimni artib olsam toza bo'ladi degan fikrni umuman xayolingizdan chiqarib tashlanglar qizlar. Hozir juda ham aktualna bo'lyapti gidrofil yog'i da tozalash, keyin penka. Birinchi o'rinda gidrofil yog'i ishlatiladi har doim qizlar. Biza insonmiz, kun davomida terlimiz, tim bo'li mana hozir havoyimiz juda ham issiq. O'zbekistonning havosini bilasizlar, juda ham quruq va chang qizlar. Shuning uchun terlaganimizda, terimizdan yog' ajralganida, yog'langanida baribir mana shu changlar terimizga yopishadi, o'tiradi kun davomida. Simboli hozir kun issiq paytida, bahor mana yozga yaqinlashib kelyapmiz. SPF surish juda ham muhim. SPF surib ko'chaga chiqqaningizdan keyin har xil changlar, anaqalar baribir yuzimizga yopishadi-da. Xohlasak, xohlamasak yopishadi. Ana shularni kechqurun chiroyli qilib yuvib tashlash kerak qizlar. Men sizlarga hozir o'zimning qo'limda
Telegram kanalimni bilasizlar, Правильный уход degan kanalim bor. Ana o'sha joyda men o'zim ham Koreyadan kosmetika olib keltirib sotaman. Faqat hamma sotayotgan kosmetikani emas, men o'zim tarkibiga qarab turib, saralab turib olib kelaman. O'shaning uchun ham kosmetikalarim turadigan gruppani nomi saralangan Koreya kosmetikasi deb nomlanadi. O'zim saralab, tarkiblariga qarab olib keltiraman, haqiqatda ishlaydiganini. Hozir meni qo'limda hali yangi tovarlarim kelmadi. Mana shu ikkita gidrofil yog'idan bor. Bittasi Beauty of Joseon brendiga tegishli. Jenshen ekstrakti ildizini bilasizlar, jenshen ekstrakti qo'shilgan gidrofil yog'i. Ikkinchisi meni o'zimni anchadan beri bilganim, sotadiganim. Biza gruppada buni qizlarimiz bilan birgalikda toshbaqali gidrofil yog'i deymiz, hazırlashib. Koreyaning ichki mahsuloti bo'lgan mana shu gidrofil yog'idan sotaman o'zim va shuni hozir sizlarga gapirib o'tmoqchiman qizlar. Gidrofil yog'i avvalambor kechqurun ishlatadi. Har doim kechki payt. Yuzni tozalash uchun. Yuzimizning ichidagi, mana terimizdagi joylashgan teshuvchalarning ichidagi kun bo'yi yig'ilgan ter, chang, yog', makiyaj, SPF qoldiqlarini, ana o'sha teshuvchalarning ichidagi qoldiqlarni eritish uchun ishlatiladi. Albatta, kechqurun uhod qilishingizdan oldin mana shu gidrofil yog'idan birinchi bo'lib qo'linglarni sovunlab yuvib tashlaysizlar qizlar. Uhod qilishdan oldin yana aytib o'tibman, to'g'ri bu arzimagan narsa, hamma bilishi kerak bu narsani, shundoq ham qiladi deysizlar, lekin bilmaydiganlar ham bor ekan oramizda. Uhod qilishga vannaga kirdinglarmi, eng birinchi bo'lib avvalambor qo'linglarni yaxshilab sovunlab yuvib tashlaylar, toza bo'lsin qo'linglar. Undan keyin qo'limizni sochiqqa artib, quritganimizdan keyin yuzimizga mana shu gidrofil yog'laridan ishlatamiz. Yuzinglarga qizlar, aytibman, hali yuzinglarni yuvmadinglar. Yuzinglarda SPF, makiyaj qoldiqlari turibdi. Avvalambor qo'linglarni yuvib quritib va birinchi bo'lib olib ishlatadigan mahsulotinglar mana shu gidrofil yog'lari bo'ladi. Men o'zim hozir mana shu Aknes gidrofil yog'idan mana shunaqa idishchaga quyib olib ishlataman, udobniy bo'lishi uchun deb. Chunki mana bunaqa katta idishda tursa, ko'tarish qiyin, sal og'irroq bular qo'lga. 50 ml mana shunaqa kichkina idishlarga solib olaman, o'zim ishlatishimga qulay, udobniy bo'lishi uchun. Mana masalan, qo'linglarni sovunlab yuvdinglar va mana shu qo'limni yuz deb oladigan bo'lsak, yuz terisi deb oladigan bo'lsak, yuzimizda makiyaj bor, qizlar. Mana shu makiyajli yuzga gidrofil yog'ini mana bunaqa qilib olishingiz kerak. Ikkita siqdinglar. Qo'linglarni bir-biringizga shundoq qilasizlar-da va mana shu qo'llaringlar bilan yuzinglardagi makiyajni eritishni boshlaysizlar. Mana ko'rdinglarmi qizlar? 1-2 daqiqa mana shunaqa silab, kipriklaringlardagi tushlarni mana shunaqa yengil harakatlar bilan eritib, labinglardagi pomadalarni ham shundoq yengil eritib turasizlar. Ana undan keyin qo'linglarga ozgina suv olib, qo'linglarni suvlaganinglarda mana gidrofil yog'i o'sha shundoq sutga aylanib qoladi, molachkoga aylanib qoladi. Mana shunaqa sutga aylangan holatida ham yuzinglarni ishqalashingiz kerak. Ko'pchilik qizlarimiz mana shu xatoni qilishadi. Gidrofil yog'ida yog'li paytida yuzligini ishqalashadi-da, shu bilan chayib tashashadi. Yo'q qizlar, sirazi chayilmaydi. Qo'linglarni suvlab, yana suvli holatda mana gidrofil yog'ini ustidan yana ishqalaysizlar. Mana shu ikkinchi etapda qo'linglarni suvlab, gidrofil yog'ini aynan mana shunaqa oq sutga aylangan holatida ikkinchi marta tozalayotganinglarda terini teshuvlaridagi makiyajlar erishni boshlaydi. U birinchi sizlar yog' surib, bunaqa ishqalayotgan paytingizda emas, aynan
ho'llab, yuzinglarni, qo'linglarni ho'llab, boshqa yerdan yana mana shunaqa ustidan ishqalayotganinglarda yog' mana shunaqa sutga aylanib qolgan paytida, mana ko'ryapsizlar, oppoq sutga aylanib qoldi suv tegishi bilan. Mana shu jarayonda sizlarni po'ralaringlarni ichidagi kirni eritishi boshlaydi yog'. Ana shundagina keyin ana yaxshilab ishqalab turib, ko'proq ahamiyat berasizlar burninglarni ustidagi qora tochkalarga, peshona, dahandigilar taraflarga ko'proq e'tibor berib turib, undan keyin yaxshilab qo'linglarni, yuzinglarni chayib tashlaysizlar oqar suvda. Gidrofil yog'ini ishlatib bo'lganinglardan keyin mana yuzinglar ho'l holatida turibdi. Shunaqa paytda sizlar ikkinchi etapga o'tasizlar. Ikkinchi etap bizada bu penka jarayoni, penkalash, ya'ni yuzimizni ko'pirtirish. Mana qizlar, shunchagina yetadi. Ko'p siqib, keyin u ko'pirib ketgandan keyin uni yuzdan yuvib tashlash ham qiyin bo'ladi qizlar. Mana shunchagina yetadi. Ho'llab turib, qo'limizni bir-biriga mana bunaqa qilganimizda ana penka ko'pirdi qizlar. Mana shu ko'pik bilangina yuzimizni yuvishimiz kerak. Aynan mana shunaqa ko'pirtirib olishga juda ham e'tibor beringlar qizlar. Penkani kuchi mana shunaqa ko'pirtirganinglarda namoyon bo'ladi va yuzinglarni tozalaydi. Ko'pchilik qizlarimiz shundoq penkani siqib, yuzligiga kremga o'xshab surib, mana shunaqa qilib turaverishar ekan. Yo'q qizlar, unaqa emas. Aynan ko'rsatganimdek moshdek qo'linglarga siqib olib, ko'pirtirib, ana undan keyin gidrofil yog'idan keyin bemalol yuzinglarni yaxshilab ko'pirtirib yuvib tashlaysizlar. Bilasizlar, chunki yog'li idishlarni ham har doim gellab yuvganimizda yog' oson ketadi idishdan. Yuzimizda ham xuddi shunaqa holat. Gidrofil yog'ini qoldiqlarini mana shu penka birpasda yaxshilab yuvib tashlaydi. Mana. Yuzinglarni penkalab yuvib chayib tashlaganingizdan keyin juda ham katta iltimos bor. Mana shunaqa qog'oz salfetkalari bo'ladi, одноразовый. Ana shunaqa qog'oz salfetkalar ishlatsanglar, yuzinglarni holatiga juda ham yaxshi ta'sir qiladi bu narsa qizlar. Chunki sochiqlarimiz har doim hammomda turadi, bilsanglar, iliq holatida. Va sochiqlarimizni masalan farzandlarimiz kirib qo'lini artishi mumkin unga bilmagan holatda yoki bo'lmasam hammomda влажный havo bo'ladi, har doim nam havo bo'ladi. Nam joyda har doim bakteriyalar juda ham zo'r ko'payadi. Mana shu ho'l sochiqlar osuli turgan joyda ichida bakteriyalar ko'payishi mumkin. Biza yuzimizni tozalab yuvib, uhud qilaveramiz. Sochig'imizdagi bakteriyalar yuzimizga yana o'tirib, yuzimizda holat yaxshi bo'lish o'rniga yana yomon tarafga o'zgarishi mumkin. Mana qizlar. Gidrofil yog'idan keyin, penkadan keyin terimiz top-toza bo'ladi. Hech qanaqa ortiqcha yog'lasiz, ortiqcha chang kirlasiz, makiyaj, SPF qoldiqlarisiz yuzimiz toza holatga keladi. Ko'pchilik qizlarimiz so'rashadi, yuzi yog'lilar gidrofil yog'idan ishlatmaydimi? Noto'g'rimi gidrofil yog'idan? Nega qizlar? Nega? Gidrofil yog'ini vazifasi bizani yuzimizni yog'lantirish emas. Buni vazifasi teshiklarning ichidagi ortiqcha iflosliklarni va ortiqcha yog'ni eritib olib tashlash. Buni vazifasi faqat shu. Bu sizlar o'ylagandagi yuzni yog'lantiradigan og'ir yog' bo'lmaydi. Gidrofil deb bekorga aytilmagan. Gidro so'zi bu suv. Suv bilan reaksiyaga kirishganda bu o'zini yog'lilik xususiyatini yo'qotadi qizlar. Shuning uchun tashvishlanishga hojat yo'q. Hamma har xil ma'lumot berayotibdi. Gidrofil yog'i yog'li yuzlarga mumkin emas, ugrik ko'paytiradi, gidrofil yog'i undoq. Hammasi bekor gap qizlar. Bekor gap. Bemalol qo'rqmasdan, ishonchli odamdan va yaxshi brendda gidrofil yog'ini olsanglar, hech qachon ziyonga yurmaysizlar qizlar. Va eng to'g'ri yo'l mana shu bo'ladi. To'g'ri, hozir gidrofil yog'i balzamlar chiqib ketgan, yuzni yuvadigan mana shu gidrofil yog'ini
xuddi preslangan varianti, balzam deyiladi. Ular chiqib ketgan. Hozir mana endi yana Koreya kosmetikasi rivojlanib, 3tasi birda mahsulotlarni ishlab chiqarishyapti. 2tasi birda, 3tasi birda, ya'ni gidrofil yog'i va penka bitta idishda bo'ladi. Olganinglarda bitta etapda tozalaysiz. Mana hozir bu yerda gidrofil yog'ida, keyin penkada tozaladik, 2 etapda tozaladik. Mana endi hozir yangi chiqayotgan kosmetikalar, yangiliklar orasida shunaqa narsalar ham bor. Bitta etapda tozalanadi, ya'ni bitta idishda ham gidrofil yog'i, ham penka qilib chiqarilyapti. Ortiqcha idish ko'paytirmaslik uchun, ortiqcha sarf xarajat ko'paytirmaslik uchun hozir kosmetika olamida shunaqa yangiliklar ham qilinyapti. Gidrofil yog'i haqida menimcha gapirib o'tdim hamma narsani. Savol berishga hojat qolmaydigan darajada deb o'ylayman. Keyin qizlar, O'zbekistonga mumkin emas degan narsa hamchi g'irt bema'ni gap, to'g'risi. Chang O'zbekistonda ham shu chang, Koreyada ham shu chang bo'ladi. Bir xil narsa hamma yoqda. Unaqa narsalarga e'tibor bermanglar. To'g'risi qizlar, to'g'risi e'tibor bermanglar. Bo'ldi. Gidrofil yog'i va penka haqida hammasiga boshqattadan, yana yengitdadan javob berdim. Hamma anaqalarga, savollarga men o'zimga yozib qo'ygan edim, qaysi savollar kelganini. O'shalarga javob berib o'tdim qizlar. Endi har doim yuzimizni yuvganimizdan keyin har doim birinchi bo'lib toner mahsulotlari bizga qo'l ostimizda turishi kerak qizlar. Doimiy. Qizlarjonlar, yuzimizni har doim yuvib olganimizdan keyin juda ham tezlikda ana yuzimizni yuvib, sochiq artib, tashqariga chiqib ketib, nimadir ishlarimizni bitirib kelib, keyin emas, sразу yuzinglarni yuvib bo'lishinglar bilan toner mahsulotini yuzimizga surtish bu juda ham muhim qizlar. Juda ham muhim. O'ylamanglar, bu arzimagan narsa, antga borib bir yarim soat o'tgandan keyin ham qilib olsam bo'ladi deb. Yo'q, noto'g'ri fikr. Hamma narsani o'zini joyida va o'zini vaqtida qilganinglardagina yaxshi natijaga erishishni boshlaysizlar qizlar. Har doim yuzimizni tozalab yuvganimizdan keyin esingizda bo'lsin, har doim 1, 2, 3 degunimizcha 3 sekundning ichida terimizga toner mahsulotini surishimiz shart. Surganda ham ana shunaqa yengil yuzimizga uruvchi harakatlar bilan tonerni yuzimizga singdirib yuborishimiz kerak. Mana ko'rdinglarmi, qanchalik tez shimilib ketdi. Mana shunaqa urush harakatlari bilan qilganinglarda tez shimilib ketadi teriga. Va og'irlik ham qilmaydi. Undan keyin nima sursanglar ham. Tonerlarning juda ham turi ko'p. Namlantiruvchi tonerlar bo'ladi, yuz rangini tiniqlashtiruvchi, yuzni yog'lanishini normaga soluvchi, poralarni qisqartiruvchi, yuzdagi ugrilarni, toshmalarni kamaytiruvchi har xil xususiyatga ega tonerlar bor. Qo'linglarni ostida qanaqa toner ishlatayotganingizdan qat'iy nazar, hech qachon yuzinglarni yuvgandan keyin toner bilan yuz yuvish orasidagi vaqtni cho'zib olmanglar qizlar. Tezgina toner surishni. Kerak bo'lsa 2 qavat, 3 qavatlab ham suringlar tonerni. Hech qanaqa ziyon tarafi yo'q. Hop, qizlar, keyin hozir men o'zim ayni damda mana shu yangi kelgan mahsulotimiz bor. Issiq kunda yuzimizni yog'lanishini kamaytirishga va poralarni qisqartirishga, yuz rangini tiniqlashtirishga mo'ljallangan ekan bu toner. Imенно Koreyadagi qaysidir bir mevani, hozir oti esimdan chiqdi. O'sha mevani ekstrakti joylangan ekan. Mana shu qopqog'ini yengil shundoq burash harakati bilan ochiladi. Mana uchi ochiladi va ozgina siqqaninglarda mana xuddi olma sabzini sokiga o'xshab chiqadi. Judayam shunaqangi приятный toner ekan qizlar. Mana yuzim mana shu 3 kunning ichida shunaqa chiroyli holatga keldi. Videomiz cho'zilib zerikarli bo'lib qolmasligi uchun mana shu joyda sizlar bilan xayrlashaman qizlarjonlar. Yana qanaqa savolinglar bo'lsa, videoni tagida kommentlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videomni ham sizlarning savollaringizga javob tariqasida chiqarishga harakat qilaman. Hammanglarni yaxshi ko'raman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
va albatta sizlardan chiroyli layklar bilan videoyimni qo'llab quvvatlab qo'yishingizni juda ham xohlagan bo'lardim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.